aziz qarindoshlar. Nabizanka qutlug' tavalludimiz muborak bo'lsin. O'zimizning sog'lig'imizni tilaymiz. Demakda yuqoridagi ustozlar qarindoshlarimiz degandek Nabizankamizninki vatanniki bo'libmi ki ikkinchi bir avlod deb ataylik. Hozirgi yashi 50 yosh va undan keyingi bir turkum millatchi yoshlar orasidagi ta'siri haqiqatan g'oyat zo'r, kuchli deyishga bo'ladi. Men maktabda o'qish, Urumchida yashash va keyin igilik tiklash sababidan vatanimizniki har qaysi joylarga ko'p ziyoratlarni qildim. O'zimiz qilayotgan hem medeniyet hem iqtisod xarakterdagi faoliyatimizning sababidan ko'p qatlamliq aloqa bo'ldik. Butkul jamiyatda o'rtaq bir qarash shakli bo'lgan, ya'ni bo'lsa Uyg'urning tarixiga bo'lgan ishonch, Uyg'ur millatiniki o'tmishiga bo'lgan mehr-muhabbat, hurmat va shu davrda Uyg'urlikdan Uyg'ur millatining tarixi va bugungi qismatlaridan to'liq xabardor bo'lgan ommaviy kayfiyat shakllanib bo'lgan. Albatta, shunaqa kayfiyatning shakllanishida bayotin qilib degandek Turg'un Almas va Turg'un Almasning keyingi vakillik xarakteriga ega Nabijonning ta'siri bor deyishga bo'ladi. Shinjon madaniyati jurnali Uyg'urlarniki qo'g'ilishib o'qiydigan eng asosli axborot vositasidir. Ammo Shinjon madaniyatida Nabijonning maqolasini izlab o'qish bir mazgil rasmiy qizg'inlik aylangan. Nurg'un odamlarniki shu madaniyat jurnaliga qiziqishimi Nabijonning asarlaridan boshlangan deyishga bo'ladi. Men bu vaqtga to'xtalmay, ammo meningki Nabijon akamizningki muvaffaqiyatining orqasidagi sabablar degan temada biroz kasbiy narsaga to'xtalgim keldi. Qisqa qilaman so'zimni. Endi muvaffaqiyat, har qanday bir muvaffaqiyat bir insonniki davrdan olqib o'taladigan bir emgak qoldirishiga bog'liq bo'ladi. Agar biz Nabijon Tursunni muvaffaqiyat qozondi deb muayyanlashtirgan bo'lsak, undaqda Nabijon Tursun mushu davr biz yashayotgan 2023 va 2050 dan halqalan keyingi bir avlod Uyg'urlarga qoldira oladigan davrning sinfidan o'tgan bir asar qoldirgan bo'lsa, Nabijon Tursun shundoq bir muvaffaqiyatning egasi bo'lgan bo'ladi. Mening shaxsiy tushunishimcha bugungi davrda muvaffaqiyat faqat tarixga yozilgan harakat qoldirish emas, balki tarixga yozilgan va arziydigan kishilarni bizga bildiradigan faqat bir necha insonlarning bo'g'aliq uchunmi u bir muvaffaqiyat bo'ladi. Davlatda Nabijon Tursun Uyg'urning aşı tarixidagi shu muvaffaqiyatimizni bizga bildiradigan birdan bir inson. Ve men ishonmanki bu Nabijonning bu asri Nabijonning muvaffaqiyatiga vakillik qilgan bir kat asar oldu. Bu davrning tarixini olib o'tadilar. Bu yerda 5 omil Nabijonning muvaffaqiyatini belgilagan. U bo'lsa nishonining nihoyatda aniq konkret bo'lganligi. Ya'ni Uyg'ur tarixini men yo'rtib bermay, keyingi bir avlodga qimmat bir asar qoldiradigan bir nishon bu Nabijonning barliq harakatlarida ifodasini topgan. İkincisi Nabijonning ma'rif ve o'zining kasbida ma'lumotni cho'nqurlashtirishi, kasbiy bilimni yetishtirishi bu muvaffaqiyatga ikkinchi halqiliq omil deb o'ylayman. Uchinchisi fokus nuqtasi. Ya'ni o'zi qilayotgan shu nishon qilgan ishdan ozmay, qalmay, zehnini shunga berganligi Nabijon Tursunning muvaffaqiyatiga eng halqiliq omil deb o'ylayman. Chunki biz atrofimizdagi kishilarni kuzatsak, kishilarningki zehni, fokus nuqtasi tezda alınışıp gidiyor. Bugün bir nokta, bugün ertesi alınışıp gidiyor. Bunun bile o adamın kesizleşmesliği ve özü başlayan işini ahirde çıkmalı tutarın mağlup olur. Ama Nabijon'un ki hayatındaki izcilik varsa o tedqiqat, tarih, axbaratçılık. Axbaratçılık Nabijon'un tedqiqat için bir arx görünüşü, alaka dairesi, materyal toplaşını ibaret bir kesibini biz için teminletmeyin. Bu bir faydalı aval değişik oldu. Bu üçüncüsü fokus noktası. Dördüncüsü Nabijon yaxshi bo'lgan bir xarakterga ega. Men kuzatsam Nabijon akamiz. Chunki insonning xarakteri uning g'albatlashishga eng muhim omil. Agar sen urushqoq bo'lsan, aldiroqli bo'lsan, tentak bo'lsan, chidamas bo'lsan, hasadxo'r bo'lsan,
kişiler bilan hamkorlashmasan, sen putu qazanmaysan. Putu qazansan idrok qilinmaysan. Ammo ko'pincha putu qazangan insonlarda terkinlik, cho'nqurlashish, omniboblik, insonlarda yaxshi o'tish, bu bir qadar pishqon, mukammallashgan bir xarakterdan iborat bo'ladi. Bu balki Nabijondagi barliq muvaffaqiyatlarningki eng asosimiz bo'lishi mumkin. Bunun için Nabijon beşincisi naydi yaxshi bo'lgan ijtimoiy aloqa maharatiga ekan. Men ko'rsatsin. Nabijon Tursun faqat mushu biz yashayotgan Amerikadagi Uyg'ur jamoati bilan emas, dunyoning har qaysi Uyg'ur jamoati bilan naydi zich aloqa saqlab kelyapti. Buni ko'rsatishimcha, meni WhatsAppda o'zi qurgan tarifi bu bo'lsin, va yoki sosyal media orqali bo'lsin. Bu intayın mühim bir fazilet. Çünkü putu qazanganın hemdisi en ahırda o üstüne çıkan sıra yetki yiganı kaldı. Cemaatin ayrılıp kaldı. Çünkü onun ornu tiklengen sıra o yiganı bulup kaldı. Kişiler ondan yakınlaştığın eminidir. Ama bunun için insan özünün etrafındaki eğer boran çıksa yiganı bir binanı yıkıp taşır. Eğer igiz binanı fakat birlik olsa küçük boran şu igiz binanı yıkıp taşlar. Bunun için pişkan akıllı adamda ben yalnız çıkılmayım. Çıkılsam ulunni, kim aytımı, ten çıkılmayı, rahat adam da ne olur. Şuna 60 yaş bugün biri ekli baktı. Hem de bu mühim asas taraflarla uyulun. Benim nazarımdaki Nabijondagi biz uchun qoldirilgan to'pisi uch yerga jamlanishadi. Birisi Uyg'ur millatchilik nazariyasini taraqqiy qilishda Nabijon Tursunningki tarixi to'pisi tarixi yozildi deb o'ylayman. Chunki aziz qarindoshlar, hammalarning diqqati bo'lsin. Bugungi davrda Xitoy va Xitoyning ittifoqdoshlari, Xitoy bilan ideyaga o'xshaydiganlar dunyoning har qaysi joylarida bir amal qilib Uyg'ur degan nomni yo'qotdi. Uyg'urning tuzini Uyg'urning tamıqını ye, Uyg'urning usulini o'ynab, Uyg'urning qizini ilib, Uyg'urning erg'i o'g'liga tegib, Uyg'ur bilan birga yashab, Uyg'urning jamoatiga berib, Uyg'ur degan millat yo'q, biz Uyg'ur emas degan bir nazariya bag'anlar adab ketyapti. Shuning oldini oladigan. Ya'ni o'zimizning ishida turib, bizlar o'xshash ideyada turib, shu nazariyaning bozorisi bor. Bu nazariyaga qarshi bir yaxshi usul uzoq tarixda asrlardan beri davom etgan tarix nazariyasi bu eng muhim asas değil. Bu cihet ağaçlarda men sözlüsen siyasetçi ya ki siyasetten okutkan bu açıkta nezariyatçı buluşu mümkün. Ama Nabijon Tursun bunu tarihi faktlarla yurtip gelmek için Uygur degen bu kişi fakat bugün payda boğan emez, belki esirler boyu Orhun ve bunun mu burun devirlerinde atıp kelgen bir kişi de bunu dünyada görüşte Uygur'un özgür kayıtlarında en güçlü partiyini bizga bildirib berdi. Bunun için Nabijon Tursun rahmet İhsan Arzu'da Uyg'urning nomi menga yo'q olmaydi. Buni Nabijondagi bugungi davr siyosatchilarimizga koalitsiyani o'zgartirishda muhim to'pisi bor deb o'ylayman. Oxirida Nabijon Tursun bizningki Amerika va dunyo tashqari Uyg'urlar bilan O'rta Osiyo Uyg'urlarining orasidagi aloqani rivojlantirishda g'oyat zo'r qilib qo'shdi. O'ylab boqaylik. Erkin Osiyo radiosiningki O'rta Osiyoga oid ishlarni agar Nabijon Tursun ve Nabijon Tursun alakasındaki hamkorlikdagi nurg'un qarindoshlarimiz aloqa qilib shu ziyolilarni, san'atkorlarni, siyosatchilarni, qarshi turishmagan bo'lsa biz bilamdik ularni. Bilmaydik. Nabijon Tursun alakasındaki nurg'un ilg'or qarindoshlarimizni o'ziniki yozayotgan maqolat turishmagan bo'lsa, biz ularni bilmaydik. Albatta Nabijon Tursun yana chet ellardagi vatandagi isli Uyg'urlarni shularga turishmaydi. O'rta Osiyoda Uyg'urlar Uyg'urning ma'rif, millatchilik, madaniyat sohasidagi eng kuchli yildizi. Biz ularni ayrılamayız. Ularni ayrılsak qat'iy bo'lmaydi. Bunda Nabijon Tursunning roli g'oyat zo'r, muhim ahamiyatga ega. Eng oxirida har qanday bir insondagi to'kisida eng muhim bir ish platform ta'minlash. Sen utuqanlarning, qalbi qazanding, puling bor bo'ldi, shuhrating bor bo'ldi, sahnang bor bo'ldi. Sen platform yaratgan kezde cho'qimki sizning platformdan sizning noming ko'tarilib bo'lgandan keyin boshqa insonlarga foydalanish kerak. Sen yaratgan shu sahnadan boshqalar foydalanadigan bo'lsa, sen boshqalarning seniga ochqalgan bo'lsan, senden başkalarımız senden ne bilip menfaat kazanıp putu kazanılgan bolsa. Sen general olup birli general emez, bir neçe general payda kılalgan bolsan. Sen bay olup fakat birla bay emez, bir neçe bayla payda kılalgan bolsan. Sen hakikaten uluq putu kazanmış bolsa. Nabijon Tursun özünün sahnesi arkalı aşındaq yaxşı tanık oldu. Ve başkalarının şundaqlaşını ümit kılma Uygur'un tarihi, Uygur'un milletçilik nezlesini yaratıp atan qarindoshlarımızga
Nebican başlık emrelerine köptün köp rahmet.